Aka shtuga juda ko'p. 70 ming. Yetmiş ming so'mdan bo'lib ketdi. 50 ming so'm mana kelaverasizlar. Buni keyin kelishtiradi. Bu 10-oktyabrgacha o'sha aksiya davom etadi. Qarshi shahridagi Elitxom Abula salon. Mana 70 ming so'm. Nima deyapti aka? Nima deyapti? 70 ming so'mdan 10-oktyabrgacha aksiya. Toshkentda yangi, Samarqandda yangi Farhod bozorida joylashgan Qarshi shahrida. Xaridorlar ko'rib turibsizlar. 5-oktyabr bugun 2025-yil. Yana 5 kun qoldi, 10-gacha davom etadi. Kelib, buni 50 ming so'm, 70 ming so'm, 100 ming, 150 minglik qatordan olib ketaverasizlar. Handillar 145 mingdan 450 minggacha bor ekan. Har xil variantlari bor ekan mana. Mana qandillar har xil variant, 3 xil variant, 5 xil rangi bor ekan. Mana xaridorlarni ko'rib turibsizlar, o'sha ertalabdan ancha aboylar sotildi, o'zimiz o'sha syomkaga keldik, nasib bo'lsa 17 tadan, 20 tadan, 30 tadan ketyapti. Hammaga omad, sog' bo'ling. Telefon orqali aloqa qilib ko'rasizlar. Murojaat qilaverasizlar bemalol.